Salom, sizlar bilan bugun men Skywars o'ynayman va biz boshladik. Mana bu suv va loy nimaga kerak deb o'ylaysizlar? Mana bularni tosh qiraman. Hozir necha bo'lib 4 ta joy qazib olamiz. Necha oydan beri video chiqarmaganim va hech kim like bunisi chiqib ketdi. Hozir buni qo'saman. Yo'q, betdan qilsa bo'lmaydi. Hozir suvni lavani qo'yib, oppale. Mana tosh bo'ldi, ko'rdingizlar, o'zlaringiz. Tosh bo'ladi, keyin toshdan olamiz. Menga bermaysizlar. Endi buni o'zi tushib ketishimga sal qoldi. Endi buni sho'mayo obsidianga aylanib qoldi. Nima qilaman endi? Sho'mayo toshni boshqa usulni qo'llashim kerak. Lekin lava yo'q. Bosh olmayman nima deb. Obsidianga aylanib qoldi mana bu mol. Obsidian 2 soat qilamiz. Endi nima qilamiz? Bu daraxt uchun men yerni kattalashtiraman. Lava olishim ma'mur. E'tibor bermaysizlar. Buni qo'yamiz, buni ham qo'yamiz. Do'stlar, men endi lavani kreativdan ola qoldim, chunki iloji yo'q. Endi xato qilmasam bo'ldi. Birinchi lavani solib, keyin suvni solib. Oppale. Mana yo'q. Hozir buni shart bo'lsam agar obsidian qoladi safardek. Endi bu ishni 2 soatlik
Soldu. Uchun daraxt kerak, daraxt uchun bolta kerak. Mayli, shuni stolganimni joyi chunki kreativ narsalardan bu videoni qisqa qilib zerikarli qilmadim. Do'stlar, kanalga obuna bo'lib, like Minecraft Gamer YouTube obuna bo'lib lekin endi bu daraxtlarni bunaqa aylantirib olamiz. Keyin buni aylantiramiz. Bitta topor, bitta qirq qo'yildi. Endi ishimizni yana boshlaymiz. Mana shuni nima uchun qilib qo'ydim? Bo'ldi. To'xtang. Buni yana bitta qilish kerak. Hali o'zimizga kerakli narsalarni olib bo'lgandan keyin obsidianga o'zimizga kerakli narsalar olgandan keyin obsidianga aylanib qoldi. Bo'lmasa narsalar yo'q. Biz mana nimaga? Endi do'stlar, bizda mana bu daraxt. Yo'q, daraxtlar to'kilibdi. Bitta bironta daraxt qoldimi? Hammasi to'kilyapti-da. Bironta tush tushdi do'stlar, tushadi deb tushdi. Mana chetga qo'yamiz. Yana tushdi. Buni keyin bilan o'stiramiz. Ketma. Mana shu bo'ldi endi. Biron mayli, endi bularni o'stirib bularni qo'yamiz. Keyin bizga yo'q, daraxt kerak. Daraxtni ustiratamiz hali. Obsidian hali bu chuqurcha qolaversin. Biza hozir mana shu yerga qilaveramiz. Ikkinchi kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Agar menga kim obuna bo'lsa, kommentariyada yozsa obuna bo'lib, o'sha kanalimni reklama qilib beraman. Obuna bo'lib, kommentariyada yozib qo'yinglar. Kimniki obuna bo'lsa, o'sha yerdan obuna
kutamanlar. Reklama qilib beraman. Yo'q, endi kim oladi? Batardirab qilaman. Nimaga narsa nimaga kerak esa? Kechasi quyosh qani? Yo'q, quyosh yo'q. Anchagina tepaga chiqamiz. Endi xonus o'chaman. O'sha uchun toporim bor. Çok bölden video olmadım çünkü köy ketadi. Diyorsa hozir bilan to'kilib tushishini kutamiz. Keyin xabar olgani ekanmiz so'zi bilan yaxshi ko'p vaqt bo'ldi. Endi mana bu yerlarni qurishni yana boshlayman. Bitni men katta qilaman. Like bosinglar kanalga. Biza shu chiqarish kerak. Masalan, sandığa zaman chetga qo'yaman. Hoppa ketdi. Oh my god. Kechasi bo'lyaptimi? Yaxshi, birinchi kunni ustiga o'tamiz. Oladi menimcha. Yo'q, yapamiz. Ustiga burish kerak. Shuncha. Tamam. Ertalabki ishimni davom ettiraman. Mana ertalab ham bo'ldi. Endi mana undan bitta ham qolmadi. Endi nima qilaman? Bloklarim bormi? Bloklar bor. Bloklar. Olib ketaman. Mana bu daraxt blokni qolmadi. Opa. Mana xabar bilan olishimiz kerak. Yaxshi tushdi. Mana shundan Allah'ım salgina qo'lli salgina yana daraxt
böyle. Ay. Hapa düştü mü? Yok. Nerede? Hoppa. Hoppale. Düşmedi. Yes. Hazır. Tamamız. Orada bunu koyamaz. Şimdi ise makas böyle. Ha, şimdi kere. Endigine ise bilmege bitti. Endigine bir işte yok. Şey yapıp çıkışım gerek. Bir tas düşüp gitse böyle. Hamas düşüp gitse ama şimdi Hamas düşüp gitse deraflanı. Tamam daraxt sonra ularsa iş için bana bir chetlarni tashaverma. Nimaga bunday bo'ladi? İyi ko'ramiz. Mana yaxshi. Ay, mana endi teshiklarni yopib chiqamiz. Keyin esa mana u yana kattaroq qilamiz. Hoppa ana bo'ldi. Endi mana berlarni yo'q yetdi yaxshi omadliman-da, omadliman. Do'stlar, mana shu video 24 minut bo'lishi emas, fotoğraf qilish. Buni olaman. Endi daraxtlarni chopam hozirgidek yana yiqilib ketsam bo'ldi tamom. Endi hammasini qilib chiqamiz. Keyin mana yana o'rni esa derecede keyin bo'lyapti. Endi uyni dahshat katta qilib beraman. Nimaga katta qildim o'zim ham bilmayman. Aytgancha men bezmi o'zimni uyim qurmoqchi edim-ku, aytgancha esimdan chiqib qolibdi. Ko'rdim. Mana shuncha bo'ladi. Endi turib mana shu hoppa. Hoppa, 3 ta ham bo'laveradi. Hoppa. Hoppa. Mana shunday qilsa yashayveradi. Endi mana tepasini qilib
Oh my god, omadni qaranglar, omadni. Shundagina tepamga yetib. Ha, yo'q. Ne? To'rtta tushsa yaxshi edi. Endi mana bu itlarni olib ketamiz. Oh my god. Olma kerak emas edi. Endi mana the over hammasini beray. Menimcha yetadi mana shu videoning oxirigacha. Opa. Yo'lma tushib ketdi. Mayli, lekin bittasi bo'lib ketdi. Yaxshi. Bitta. Yo, endi yana qilishim kerak. Endi menga daraxt juda kerak. Bittasini suniga baribir bittasini suniga tashlayman baribir. Mebelarimni ichkariga so'raman. Bo'ldi. Shu paytdan yomg'ir yog'adi endi. Kech tushdi menimcha. Tushdi. Sizin nimaga harakat bilaman? Bittasiga sun'iy ko'mir yasamoqchi edim. Xabar kirib olamiz. Ne yaptık? So'rashim kerak. Bular eng kerakli narsa. Yettita oldik, mayli. Endi bo'lsa yana to'polimizni qanday to'polni kuchlayapti. Yaxshi, yana uchta bor ekan, yaxshi. Ishlatganim nafs kerak. Qani bekor yasadim. Yana kech tushdi. Bitta yotyoramiz. Bu ikkinchi kun. Mayli. Uchinchi kun. Birinchi bo'lib sun'iy ko'mir taraflarni olaman. Keyin bu yerga solaman. Buni bo'ldi. Endi sun'iy ko'mirni yasasam Tahom zo'r uchasalar. Endi bu divan juda kichik qilaman. Nimaga yetib bo'lmaydi bu yerga? To'xtanglar. Hop, yaxshi. Nega qo'yib shuncha qiyin?
Endi buni olib bu yerga qo'yamiz. Sog'lom ishlayapti. Nega sakrash qiyin bo'lyapti buncha? Qaysi Minecraft'ni yaxshi ko'rasizlar? Kommentariyada yozib qo'yinglar. Menga juda qiziq. Artefakt deganlar like bosinglar. Like. Qani kim ko'proq artefakt kerakga muxlislik qilakan. Masalan, men o'zim artefaktga muxlislik qilaman. Rekerni saga videosini ko'raman. Nega ovqat yeyman? Oling. Ikkita jon yaxshi. Endi men o'zimga bitta mayo Oppa aytgancha bundan 4 ta beradi-yu. Ketyapti. Endi buni borib qo'yib kelaman. Oppa. Mana nihoyat endi qoldi. Endi mana bularni olib kelishim kerak. Kirgan baribir yana kirib kerak bo'lyapti. Aslo. Nimaga buni yasaverdim? Aslo kemani debman. Pechkani qo'lda sindirmanglar, chunki yo'qolib qolishi mumkin ichidagi narsalarni. Bo'ldi. Yo'qolib qoldimi deb o'ylabman. Ichidagini olamiz. Oppa, endi bu yerdagi hamma narsani bekorga severdim buni. Mayli. Narsa. Daraxtlar bizda ko'p. Bugun esa uyimni tomini yopaman. Nega buni qo'ydim? Buni olamiz, buni solamiz, buni ham solamiz, buni ham buni ham. Endi bularni tartib bilan joylaymiz. Mana birinchisiga buni bu yerga qo'yamiz. Endi bo'ladi. Birinchisini mana yerga qo'yamiz. Mana shu tumanga xatarli bo'lyapti. Buni qo'yadi. Sizlarga vaqt ketyapti. Ko'p. Yetadi deb o'ylamayman. Yetishi mumkin agar mana shu bitta desa. Nimaga tez esnadi hozir? Aslida bitta ko'rsatish kerak edi. Bu kommentariyaga muhim Minecraft olmadim. Endi olamiz deb yuboraman. Tushib Endi mana unisini olaman. Mana shu yerda yurishni juda ham qiynayapti. Yo'q. Bittaga tushdi. Bittaga. Endi bularni kerak. Bitta olma tushdi.
Endi buni müzakere müzakere tartışması bir tane koşman olduğunu düşünsün. Şimdi yo'q, to'xtanglar, o'zi tushsa yaxshi. Va endi tepasiga ham qarab turishimiz kerak. Do'stlar, hozir mana ko'rdim, yaxshi. Hozir o'sha yerga borishimiz mumkin. Juda ham ko'p bo'lib ketdi. Buni hozircha sarflaymiz. Mayli, endi oxirgi kunga nima kerak shuncha narsa. Hoppa. Sizlar, bitta yomon xabarim bor. Buni ikkinchi qismi chiqmaydi. Bir qismdan e'tibor bo'lsa bo'ladi. To'xtanglar, qani bitta mana bunaqasiga qilsam yaxshi. Hoppa. Yursak, xuddi Jamanikiga o'xshagan. Yo-mayo, yonimga tushdi, ketdik. Navabar bo'lib, buni ichkariga hoppa daraxtni olib bersak qani? Bersak mana bunga qo'yamiz. Sizlarga yoqmasligi mumkin, o'sha uchun bunday. Hoppa. Yaxshi, chiqdi. Mana bu kechasi tushyaptimi? Kechasi tushishini bilib bo'lmayapti. Endi do'stlar, mana bu yaxshi havo bo'lish uchun nima deyotgan qo'yaman. Hoppa. Bedrock yaxshi. Lekin bedrock emot. Shu 3 tane hozir agar o'zi biza betdan kelsa yerdan kirib bo'lmasa agar betdan kiramiz. Agar betdan kirib bo'lmasa yerdan kiramiz. Hoppa. Böyle. Yonlar işte yaxshi omadlimi. Endi bularni tushmadi. Hoppa. Beyaz, sarı ne oldu? Özgün bitta pişirgan bo'ladi. Yo-mayo, bu bitta atigi bitta ol. Hozir qaranglar, hozir ertalab tushdikamki, g'artirdirib qilaman. Tez bo'l, nega kechmayapti? Yetib bo'ladimi? Mana do'stlar, ertalab ham bo'ldi. Endi bitta g'artirdirib qilaman. G'artirdirib qilib ketdi. Do'stlar, endi do'stlar, men kreativga oldim. Oldim. Mana shu qila olsam. Endi ertaga chiqadi. Hoppa. Va yaxshi, bajara oldim. Yes. Uni tepani qaranglar do'stlar. Juda ham ko'p tepani tashlab tepa qoldim. Endi
Bunga pastga tushishim kerak. Do'stlar, shu videoni tugatamiz. Va biz 3 kun buni yashab qoldik. Like bosinglar, sog' bo'ling, omon bo'ling.